TikTokda ehson yig'ida hollarga bir gapim bor. Pul yig'ib bersa ham yana bir oydan keyin yana qiyshayib kiryapti. Yana bir 2 oydan keyin bir qarasam yana qiyshayib kiryapti. Bitta uyga pul yig'ib berdi, endi ismini aytmayman, yaqinda bitta Tojikistonlik qizga. Yana qarasam yana o'sha qiz efirda-da, pul yo'q, yordam qilinglar. Nima qildilar? Shu ehsonni pulini nima qildilar? Endi prosta bizga emas, lekin biz ham bilishimiz kerak-ku. Nima sababdan yana kiryapsizlar, yana ehson so'rab mengacha yozyapsizlar, nechkalarimga az yordam beringlar, az unaqa qilinglar, az unday bo'ldi, az unday. Ehson yig'ib berildi sizlarga, yana ehson so'rayapsizlar. Ehson ham evi bilan-da, opalar, akalar, ehsonni yig'ib berdik. Sizlar ehson yig'ib berishga baribir chiqib ketmayapsiz, siz kasb qoldilar, xafa bo'lmanglar. Kasb ishi bo'lib qoldi shu. Jo'llaring sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz, bizga video chiqaribsiz. Biz sizga biron yomonligimiz tegdimi, biron yomonlik qildik, hech kimga zararimiz tegmayapti. Biz hech kimdan ehson so'raganimiz yo'q. Biz efir ochganimiz bilan hech kimdan pul so'ramayapmiz, hech kimdan podarka ham so'ramayapmiz. Xato qilyapsiz. Bizani videoda TikTokda ko'rib, mumkin siz xafa bo'layotgandirsiz, chiqqanimiz uchun sizga yoqmayotgan bo'lsak, lekin Sardor bizga uy berganlari yo'q. Aytyapsizki, uy berdi. Shu Tojikistonlik qizga deyapsiz. Sardor bizga uy berganlari yo'q. Bizga podarka tashadilar. Uy to'g'risida Sardor o'zlari biladilarki, xatochilik chiqqan. Menga aytdilarki, biz bilan aloqaga chiqdilar. Aytdilarki, opa, Tojikistonga borsam yordam beraman, uy olishingizga deganlar. Shuncha gap, ishonmasangiz, urush qilmasdan Sardorni o'ziga yozing, so'rangki, shu qizga uy berdingizmi deb so'rang. Agar uy bergan bo'lsaydilar, bizga o'sha video chiqarardik yoki o'zlari video chiqarardilarki, nima, mana uy berdim, mana ko'ringlar deb chiqarardilar Sardor. Biza hech kimga zararimiz tegmayapti, hech kimdan biza qo'rqmang, ehson so'ramayapmiz. Sizga umuman biza ehson so'raganimiz yo'q, Azizbek. Biza umuman sizga nima обращение ham qilganimiz yo'q, ehson ham so'raganimiz yo'q. Hech vaqt yolg'on gapirmang. Allohdan qo'rqing, больницада yotibsiz, yolg'on gapiryapsiz bizga. Yolg'on tuhmat qilyapsiz, Xudodan qo'rqmayapsiz, больницада yotib shunaqa gaplar gapirib yotibsiz uy olmasdan. Biza kimdan ehson so'radik? Biza efirga ham chiqib pul ham so'ramayapmiz. Biza podarka ham so'ramayapmiz. Ishonmasangiz, kiring efirimizga, har kun tomosha qiling. Bizaga har kun efirimizda o'tirishadi, ko'rishadi, nima. Biza birontadan ehson ham so'raganimiz yo'q, pul ham so'raganimiz yo'q, sizga ham обращение qilganimiz yo'q. Uy Sardor bizaga olib berganlari yo'q. Sardor o'zlari biladilar. Sardor o'zlari biz bilan gapirganlar bu to'g'risida. Yolg'ondan gapirmang. Xudodan qo'rqing, Allohdan.